Barchaga salom obunachilar, sizlar bilan o'shaning yana Magic Minecraft bilan bugungi videomizda o'sha survival o'yinimizni davom etamiz. Tayyormisizlar obunachilar? Tayyor turinglar va bugun piramida haqida ham video olamiz. Hozircha esa uyimizga kiramiz. Masalan, o'zimiz yasagan uyni davomli qurishga harakat qilamiz. Mabodo agar obunachilar like, obuna, pullik bo'lsa sizlarda bosib qo'yinglar. Pullik emas-ku, bosib qo'yinglar shu narsalarni. Eng qiziq joyga kelamiz. Bugun eng qiziq videolar bizda bo'ladi. Eng qizig'i ishonaveringlar. Hozir prям 5 daqiqalardan keyin kirsa kerak. Ungacha pauza qilib turaman. Yo-mayo, obunachilar, yo-mayo, просто buni bari qachon ochilasan? Bola asabni bo'zayapti. 3-pauza edi. Qachon kiradi? Xayriyat, kirdim. Qani xush kelibsizlar o'zimizning uyimizga. Survival davomini davom etmoqchi bo'lsangiz boshladik. Buna qo'yamiz. Endi esa bo'ldi, ba'da ham qurishni boshlaymiz. Mana bunaqasiga qilamizda endi tomga o'tamiz. Tom albatta toshdan bo'ladi. Tosh aytmay qolgandim. Nima bu? Ko'mir bor ekan. Hozir kirka bilan tosh qo'yamiz. Hoppala, biz ko'mirga olamoqchi emas edik. Toshga olamoqchi edik. Endi olib olaylik, har ehtimolga qarshi edi. Uyda jihozlar kerak bo'lishi mumkin. Uyda oldin buzish rosa yomon ish bo'ldi-da shu. O'tamoqdan buzsam bo'lardi. Nima bolalar, bir stek tosh qo'llamagunimgacha, kirkam sinmagunigacha shunday qo'llashni davom etaman. Yo bolalar. Toshni yo'q qilmagungacha. Bolalar qornim ochib ketibdi. Kirkam ham salkam sinay deb qoldi. Yarim stak bo'la olsaydim. Yarim stakdan oshdi. Qani bolalar. Yo-mayo, 37 ta tosh yig'dim. 37 ta tosh bilan va nihoyat endi uyda qurishni davom ettirgan bo'ladi. Yana ozroq taxta kerak bo'lishi ham mumkin. Qani bolalar, yomg'irni ham bas qordish kerak edi. Yushu ay. Qani hoppala. Bola tomga chiqish uchun zina ham bo'lsinmi yo'qmi? Kommentga yozib qo'yinglar bolalar. Zina ham bo'lsin desalar, zina quramiz tomga chiqib. Endi pagoda. Hop bolalar. Mana bu narsa videolaydigan narsa ham jonga tegib ketdi.
Yo bola. Bola sizlar bilan bir kishi gapirmoqchi ekan. Sababi bizda uydagilarga mehmon kelgan, shunga sal nimaroq gapiryapman. Asroq. Bilmasam like deb bola qizdirib yuboringlar. Ana uyda bolalar bolalar birozga pauza qildim chunki oldimga opam kelib turgan edi. Mehmon. Nima deysizlar endi keldi. Biroz pauza qildim. Mana uyimizni birozroq qurgani. Yana bizga taxta deganda kerak bo'ladi. Bola. Xato yomon bo'lyapti-da. Qizig'i taxta yerga tushib ketdi. Menda eng yoqmaydigan ishlardan biri. İkide taxta yerda bo'ldi. Tushunmayman. Aytishdim. Maxluqni ko'rdimmi? Tezroq uyda qurib bitirish kerak. Kech ham tushyapti. Yo'q bo'ldi. What the? Bola. Uyimiz saldan qurilib bo'lyapti. Bolaga keyin bu uyda serial ham olishimiz mumkin. Sizlar bunga o'zlaring ovoz berasizlar, biz esa sizning ovozingizga qarab ish qilamiz. Shuning uchun hoziroq like, obuna ayamang. Nihoyat bizda taxta tugab qoldi. Bola nima bo'ldi? Ana bo'ldi. Nima bo'ldi? Ana bo'ldi, mana bo'ldi. Endi taxta tugab qoldi. Endi versa kirib biz chiroq degan narsalarni yasab olishimiz kerak. Fakir qanday yasalardi? What the? Fakir. Asal bo'lyapti. Bola endi tashqariga chiqishga majburmiz. Sababi bizda daraxt yo'q. Yo'q, eshik ochib qoldirmaslik kerak. Biroq kirib borsak chiqmaydi. Eshik yopilib. Yo'q, asab buzyaptimi? Qanday go'zal o'lam. Do'sting o'lsa shulam. Sevgan olsang shulam. Maktabingga borsang edi. Qanday go'zal bo'lam. Yapalım. Ne bu? Lanetler. Degene gök sekrendi. Lanetler. Laneti. Qanday güzel bo'lam.
Bo'lsing do'sting nishonim. Daryo toshqin, suvlar oshqin, o'tolmayman yor. Qani bo'ladi shuncha. Yo'q, shundan ham ko'p bo'ladi, daraxt yasasa bo'ladi. Ketdim men uyga endi. Zombi kemasidan, maxluq kemasidan kirib ketamiz. Hech kim yo'qolmaydi. Osmonga chiqish, ya'ni tepaga chiqish yo'li mana bu yoqdan bo'ladi. Endi bola shuncha qilgan harakatim endi bir tiyinga chiqadi shekilli. Nimaga? Bola. Xullas kalom. Bir qarasam video olinmayotgan ekan. Afsuski shuncha ishlarni qilib tashladim. Majbur bo'ldim kreativga 1 daqiqaga o'tishga bo'ldi. Bola mana bu yerda sizlarga bitta obzor qilib beray. Mana bu yerda kun bo'lgani uchun tashqariga chiqishning iloji bo'lmaydi. Iloji bo'lmaydi deb hojati yo'q. Mana bu yerdan yotog'imizni qo'yamiz. Bu yerlarda pechkalar bo'lsa, demak bu yerga hozir biz oyna qo'yishga majburmiz. Demak oynalarni topolmaymiz, paket ham topolmaganimiz bois mana bunday ishlatamiz yoki mana bunday. Mana bu yerga qo'ysak, o'rtaga qo'ygan hisoblanar ekan. Mana bu yerga qo'yamiz. Bunaqasini qo'ygim kelmayapti. Boshqa bunaqa qo'yamiz. Bunaqa qo'yamiz. Bunday qo'yamiz. Yerga yotoq bo'ladi degancha 1 minut pauza qilib turay. Bolalar, bezatish uchun majburiy mana bunaqa fakir oldim. 2, 3, 4. Qancha bo'lsa o'shancha. Qancha ko'p bo'lsa o'shancha yaxshi. 1 minut pauza yana. Bolalar, tashqarini bezash vaqti ham keldi. Endi tashqarini bezaymiz. Yo bo'ldi, mana bundan qo'yib yuboramiz. 1 minut pauza qilay. Mana bo'ldi. Shuncha mehnatga like bosmasalar bo'lmaydi. Yo obuna bo'lmasalar. Shuncha harakatga bitta like bilan obuna arzimasa. Bo'ldi, shuncha like narsaga like obuna arziydi. Tekanishlar. Endi uyda ichini obzor qilamiz. Qarang. Uyda ichini obzori mana shunday. Eshik yapamiz. Mana. Ko'rarim. Chiroyli. Like, obuna. Ayamizda sizlardan qursalarim bo'ladi. Hech kim sizlarni yo'q demayapti. Bemalol qurayli. 1 minutga pauza qilib turaman. Bolalar, shunday qilib ikkinchi qism ham tugayapti. Biz yana survivaldamiz. Biz esa uyimizni qurib bo'ldik. Bemalol tomosha qilganlaringiz bo'lsin. Tomoshani mana shunday qilamiz. Mana bular maslahatlar. Mana bular tushish chiqib, tashqariga chiqib yurmaymiz maxluqlarning oldiga. Shirin tosh kerak bo'lsa tosh olamiz. Mana. Yana qo'llaganman. Mana. Eshik, uyimizning ko'rinishi juda ham zo'r bo'ldi. Hozir biz tepaga chiqib ko'rsatamiz. Obzorni ko'ringlar bo'ldi. Mana. Issiqgina joy. Yoqdan bu yoqlardan zo'rlar. Aytgancha daryolar ham ko'rinib turadi. Bular esa avtomatik derazalar hisoblanadi. Xohlaganlaringizcha ochasizlar. Nima qilib video o'zini qo'yasiga aytdim. Xayr bo'lsin bilan. Men Merjin bo'ldim.